Xiao Yan Dante imtihonida Ye oilasi nomidan qatnashadi. Birinchi bosqichda u ko'p yillar davomida saqlanib qolgan rekordni yangiladi. Ruhiy kuchni egallash bilan u ikkinchi bosqichdan ham o'tdi. Oxirgi 3-bosqichda o'ta iqtidorli raqib Kao Yinga qarshi g'alaba qozondi. Ye oilasi 5 ta katta oiladan biri bo'lib qola oldi. Xiao Yan yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan imtihonda qatnashish uchun ruhiy kuch yig'ayotganida ruhlar zalidan bo'lgan Yao Laoning qotili endi Xiao Yanni ham o'ldirmoqchi edi. Ruhlar zali. Voy Dalbayov, men seni shu yerdaligingni bilaman. Nimaga yashinyapsan? Yochinning shogirdi bo'lishga loyiq. Idrokingiz juda yuqori. Sen meni oldin uchratganlarimdan o'zgacha ekansan. Yochinning suyakni muzlatuvchi olovi va xanfengsizda ekanligini eshitdim. Shuning uchun men undan foydalanmoqchiman. Bu Xanxinyanmi? Bu yerda ikkita jangchi borligini bilaman. Ammo bu ruhiy to'siq bor. Ular sizga bir muncha vaqt yordam bera olmaydi. Mening askarimni itoatkorlik bilan topshiring. Keyinroq men seni qutqaraman. Sen juda ko'p gapirib yubording. Sen meni tanamni xohlaysanmi? Bu yana bir bor o'qituvchim uchun. Qaysar bolakay. Bu to'siqning biror joyi ham qirilmadi. Sizning kuchingiz bilan bu to'siqni hech qachon buza olmaysiz. Uch xil olimi, bu safar hosil yaxshi. Bu Fenjuning kuchimi? Ularning hammasi meniki bo'ladi.
Dan Pagoda bu yerda ruhsaroyning odamlari yurishiga ruxsat bera olmaydi. Janob Xuan, bu ishda sizning dantangizning aloqasi yo'q. Iltimos, bizning jangarilashmang. Bu Shengdan shahri. Agar sizga bu yerda xohlagan narsangizni qilishga ruxsat berilsa, men shahrimdagi odamlar bilan qanday gaplashishim mumkin? Keksa nopok. Xiaoyan, yaxshimisiz? Bu yigit oddiy emas, hech narsadan xavotir olmang. Hammasi joyida. Xiaoyan, omadlisan. Keyingi uchrashuvimizni intiqlik bilan kutaman. U ketmoqchi. Xiaoyan, men siz bilan uchrashish uchun yana qaytaman. Janob, menga yordam berganingiz uchun katta rahmat. Qadimgi do'stimning shogirdlari, tabiiyki ularga ko'proq g'amxo'rlik qilishlari kerak. Men tanamdan qochib qutula olmayman. Faqat chalg'itish va zarba berishim mumkin. Xiaoyan, siz kelajakda ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'qituvchim va Danta orasidagi munosabatlar juda yaxshi ko'rinadi. Ertaga Dantaga keling. Muqaddas oqsoqolga aytadigan gapim bor va u sizni minoraga olib boradi. Shuningdek, Xuanming maqsadidan ehtiyot bo'ling. Sizning ma'lumotlaringiz allaqachon ruxsaroy qo'lida bo'lishi kerak. Yuanming mazhabidan oqsoqol Yechong. Ertaga sizdan Yuanming mazhabi haqida to'liq ma'lumot olishni xohlayman. Xavotir olmang, men darhol tartibga keltiraman. U bizdan osonlik bilan yashirinishi mumkin. Keyinchalik bu odam bilan uchrashganimizda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. U mendan biroz kuchliroq. Ammo agar biz haqiqatdan ham jang qilishni xohlasak, siz meni mag'lub eta olmasligingiz mumkin. Ruhlar zalidagi bu odam bizni yuta olmadi. U albatta qaytadi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Uning qo'lida Hayxinlanni ko'rdim. Fanfeng ko'p narsani biladi. Undan so'rab ko'ramiz. Fanfeng, ruhlar zaliga Xinlanni kim berdi? Mening ruhiy dengizim. Ha, ularni ruh saroyiga berganman. Lekin bu odam o'zining kimligini yoki hayotini hech qachon oshkor qilmagan. Shuning uchun men uning o'ziga xos ekanligini ham bilmayman. Kimligini aniq bilmaysanmi? To'xtang, men aytaman hozir. Men sizga hamma narsani aytaman. U ruhlar saroyining oqsoqollaridir. Mogo chol sifatida tanilgan. U nafaqat do'zin, u 8-sinfli alkimiyogar hamdir. U ruhlar saroyidagi maqom past emasdir. Aytishlaricha Mogo va Yechen o'tmishda sinfdosh bo'lgan ekan. Keyin noma'lum sababga ko'ra Mogo diviziondan haydaldi va ruhlar saroyiga qo'shildi. Qalb saroyining donishmatiga aylangandan so'ng u Yechenga juda dushman bo'ldi. Shunday qilib u meni topdi. O'shanda Mogo meni g'azablantirgan edi. Shuningdek, ochqoz ham bo'lib qolgandim. Fanfeng va o'qituvchini o'ldirish uchun u bilan birlashdim. Nega men o'qituvchimning men haqida gapirganini hech qachon eshitmaganman? Men tasodifan o'sha Mogoning gapini eshitganda bilgandim. Kichik birodar, meni adashishga undagan Mogo edi. Iltimos, endi meni qo'yib yuboring. Sen haromi yolg'onchi, men ustozimni o'ldirib, mendan yana qo'yib yuborishimni so'rayapsanmi? Men reytingda birinchi o'rindaman. Men 3000 yo'lovni olishim kerak. Men oqsoqol bilan uchrashishim kerak. Mayli, prezident anchadan beri kutmoqda. Ortimdan yuring. Oqsoqol Laoshen shu yerdami? Prezident allaqachon tushuntirib berdi. Men keyin borib Xuanming mazhabini mag'lub qilaman. Agar siz hali ham xafa bo'lsangiz, siz bitta minorani hal qilishingiz mumkin. Men hech qachon so'ramayman. Ammo endi yig'in o'tkazilish arafasida. Chetdan navdalar uchun mos emas. Umid qilamanki, kichik do'stimiz Danta uchun albatta qiladi. Oqsoqol, hazil qilmang. Har doim shunday deysiz. Men buni albatta qilaman. Kichik do'st quvnoq odam. Iltimos.
Kichik do'stim, tayyorlaning. Mana Dantaga xush kelibsiz, Siyoyin. Danta juda go'zal ekan. Oqsoqol, Siyoyin yetib keldi. Endi borib ishlaringizni bitirishingiz mumkin. Men Siyoyin, kechagi yordamingiz uchun yana bir bor rahmat. Sizning ustozingiz uzoqni ko'rish qobiliyatiga ega. Siz qamoqdan chiqdingizmi? O'shanda men o'qituvchingiz Yovchen bilan yaqin do'st bo'lganman. Agar sizga qiyin bo'lsa, meni Xuanbo deb chaqiring. Men sizning buyrug'ingizga bo'ysunishdan ko'ra sizni hurmat qilishni afzal ko'raman. Men sizni tanangizda ustozingizning olovini ko'ryapman. Yovchen bilan biror narsa yuz berdimi? O'qituvchimni ruhlar zali qo'lga oldi. O'qituvchim Chijou shahrida qayerdadir saqlanmoqda. Kutilganidek. Agar Yovchen Dantada qolganda edi, ehtimol u haqida ruxsaroy bilmas edi. Uni tabiati bunaqaligi achinarli, cheklanmagan. Men o'qituvchimga xiyonat qilganlarning jazosini berdim. O'qituvchim ruhlar zaliga qarshi tura olishiga ishonchim komil. Birinchi navbatda biz o'qituvchim qayerda saqlanayotganligini bilishimiz kerak. Endi u muammoga duch keldi. Qanday qilib qarab turishim mumkin? Xavotir olmang, Danta Yovchen qayerda ekanligi haqida ma'lumotni topish uchun qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Evergreen, Linktan va Blood Essence yong'oqlari. Oling, nima uchun bu dorivor materiallarni qidirayotganingizni bilaman. Bunga qo'shimcha, siz Sound Halselning jangovar mahoratiga juda qiziqayotganga o'xshaysiz. Men buni sizga beraman. Rahmat sizga Xuanbo. O'qituvchi prezident. Xo'sh, hammangiz yig'ildingizmi? Siyoyin bilan yana uchrashdik. So'ngqin, biroda Siyoyan 5 ta asosiy oilani bog'lashdagi faoliyati haqida uzoq vaqtdan beri eshitgan. Bugungi uchrashuvimiz haqiqatan ham ajoyib bo'ldi. So'ngqin, Danpagodaning buyuk oqsoqollaridan biri va shuningdek Dantangdagi eng yosh oqsoqollardan biridir. U sizdan kuchsiz emas. Albatta, mashhur ustozlardan mashhur shogirdlar yetishib chiqadi. Yaxshi, biz allaqachon bir-birimizni taniymiz. Qisqa qilib maqsadga o'taman. Bir necha kundan keyin jang bo'lishi kutilmoqda. 3000 ta feyerverk tufayli. Bu partiya ko'pchilikni o'ziga jalb qildi. Shu jumladan ruhlar zalini ham. 3000 ta feyerverkni yashiringanligi tufayli bu uni Dantaga nisbatan noroziligiga sabab bo'ldi.
Ushbu ruhlar zaliga borishdan maqsad Shuming Fireworks'ni zarb etishdir. Ular uni qo'lga kirita olmasalar ham, undan tashqari muhrda to'g'ridan-to'g'ri yo'q qilinishi ehtimoli juda katta. Shumingta Firework'ni qo'yib yuboring. O'sha paytda butun Dan hududi halokatli zarbaga duchor bo'ldi. Bu ruhlar zalining asosiy usulidir. Agar siz buni qabul qilsangiz, siz halok bo'lasiz. Chunki siz xavotirdasiz. Nima uchun faqat Soul Police ishtirokchilarini taqiqlamaysiz? Materiyadagi malakali alkimyogarlarning Alchemy konferensiyasida ishtirok etishini biron sababga ko'ra taqiqlab bo'lmaydi. Bu o'tmishdagi Dantani qaytarib bo'lmaydigan qoidasidan biri. Siz Danta eng qadrlaydigan odamlarsiz. Men Dampagodas barcha shogirdlarni bitta yig'ilishda qatnashish uchun olib boraman. Hamma qatnashishiga ishonch hosil qiling. Biz hech qachon ruhlar zalini birinchi 10talikka kirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ustoz, tushundim. Agar siz haqiqatdan ham ruhsar uyga kirishga jur'at etsangiz, keyin ular yerni o'ldirish va uyga qaytish tuyg'usini tatib ko'rishsin. Prezident, xavotir olmang. Yengir va men shu yerdamiz. Ularga yo'l bermaymiz. Men qattiqroq ishlayman. Sioyan, siz Danta minorasidan bo'lmasangiz ham. Xavotir olmang, Xianbao. Men ruhlar zali bilan anchadan beri qarama-qarshiman. Men ularni yo'q qilaman. Mayli, hammangiz o'zingiz tayyorlanasiz. Ha, Yaochen, bunday bo'lishini kutmagandi. Endi u o'z shogirdlari oldiga ham qaytishi kerak. Bu safar kim yutadi yoki yutqazadi bilmayman. Animaniya kanali uchun maxsus tayyorlandi. 想得到我的独家福利吗？关注“斗破苍穹”公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家。